Ortimda turgan avtomobilni obzor qilib berishimni bitta obunachim juda ham ko'p marotaba iltimos qildi. Obzor qilganda ham reklama qilish emas, haqiqiy ustunliklarini hamda kamchiliklarini yoritib berishni so'radi. Chang'an KS55 Plus yangilangan FL 2026. Ushbu videoni oxirigacha ko'rsangiz, u Haval Julion va Cherry Tiggo 7 ga qaraganda qanday ustunliklarga ega ekanligi haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lasiz. Haval Julionni ham Cherry Tiggoni ham yomonlamoqchi yoki yaxshilamoqchi emasman. Shunchaki ularda bor narsalarni taqqoslab beraman. Negaki uni narxi Haval Julion, Cherry Tiggo 7 ning narxi bilan deyarli bir xil. Demak, videoni boshladik. Videoga like bosib, sahifamga obuna bo'lib qo'yish yodingizdan chiqmasin. Chang'an KS55 Plus yangilangan dizaynda oldingi 2025 dan nimalar bilan farq qiladi? To'liq tushuntirib beraman. Birinchi navbatda old hamda orqa dizayn tamomila o'zgargan. Ozgina millimetrga, ko'p emas, 15 millimetrga uzaygan, 5 millimetrga kengaygan, lekin 5 millimetrga pasaygan. Bu menimcha dinamikani yaxshilash uchun. Shaxsan menga oldingi ko'rinishi birozgina yoqmas edi, lekin mana bu ko'rinish anchagina noodatiy chiqqan. Ko'rib turibsiz, mana kunduzgi yoritish chiroqlari bu yerda asosiy linzamiz yorituvchi vazifasini bajaradi. Bu to'liq komplektatsiya, ya'ni 3-pozitsiya hisoblanadi. 3 ta pozitsiyasi bor. Birinchi pozitsiya 299, ikkinchi pozitsiya 329, uchinchi pozitsiya 339 million so'm. Mana bu tomonlari glyansiy qilingan, bu yerlari har doimgidek plastik, 360 gradusli kameramiz bor. Hayotgacha bu avtomobilga men g'ildirak ustidagi gadjet degan laqabni qo'yganman. Nimaga bu ta'rifni berishganimni sababini video davomida bilib olasiz. Yon tomoniga o'tadigan bo'lsak, radial pokrishkalar bilan jihozlangan 19-o'lchamdagi g'ildiraklar hisoblanadi. Pastki ikkita komplektatsiyaniki 18 bo'ladi, birinchi, ikkinchi pozitsiyaniki. Undan oldingi, ya'ni KS55 Plusda 2025-yilgi versiyasida to'liq hammasi 18 diska bo'lgan. To'liq diskli tormoz tizimida ko'rib turibsiz, chiroyli qilib arkalari qotirilgan. Yon tomonga javob beruvchi kameramiz joylashtirilgan. Eshik ruchkamiz xrom yoki nikel, umuman olganda yaltir-yultir olib tashalgan. Menga shu narsa juda ham yoqdi. Mana bu yerga ham ishlatishmagan. Aslida mana bunaqa narsalar avtomobilni birozgina hashamdor qilish uchun ishlatiladi, lekin menga bu yoqmaydi. Anti-xrom qilish tavsiya etiladi. Beskluchevый dostupimiz knopkali, oldin sensor bo'lardi. Orqa tomonimiz ko'ryapsizlar, orqa eshigimizda ichkariga keyinroq o'tamiz. Dinamikalari ham zo'r. Orqa disklarimiz, ballonlarimiz xuddi o'sha o'lchamda. Razno-shirokiy ballonlar emas. Orqa dizayniga o'zi bitta baho berib keting. To'liq LED, faqat mana bu yerdagilari lampochkalari sariq. Va bagajimiz to'liq elektr privodda ochiladi, yopiladi, detskiy rejimlari mavjud. Mana bu tomoniga qaraydigan bo'lsak, bizda tumanga qarshi chirog'i orqaga olganda harakatlanganda va orqa parktroniklarimiz o'rin olgan. Undan tashqari bu full komplektatsiya bo'lgani uchun ham slipoy zona datchiklari mavjud. Shildligimiz markazda joylashgan. Mana bu McLarendan o'g'irlangan fishka hisoblanadi. Aslida bu avtomobil konsepsiyasida bir nechta avtomobillardan olingan, o'g'irlangan, to'g'rirog'i ijodiy namunalar mavjud. Endi bu avtomobil oldingisiga nisbatan texnik tomonlama ham kuchaytirilgan. Masalan, 1.5 turbo GDI motor, hozirgisi naqd 192 ot kuchiga ega. Oldingi komplektatsiya, oldingi to'g'rirog'i 2025 181 ta edi. 12 taga ot kuchi oshgan va aylantiruvchi momentlar soni ham 300 taga yetgan. Oldin 280 ta edi. Cherry Tiggo 7 da 156 ta ot kuchi, maksimum 160 ta. Haval Julionda 150 tagacha boradi. O'zi xarakteristikasi bo'yicha 140 ta ot kuchi hisoblanadi. Bu ot kuchi tomonlama ham, kurchashi tomonlama ham, aylantiruvchi moment tomonlama ham ancha ustunlik qilyapti. Oldimiz McPherson, orqamiz ko'p richakli mustaqil hisoblanadi. Bu nima deydigan bo'lsangiz, oddiy mustaqil bilan ko'p richakli mustaqilda anchagina farqi bor. Ko'p richakli mustaqil anchagina yumshoq bo'ladi. Haval Julionniki balki, Cherry Tiggo 7 niki mustaqil. Xo'p, undan tashqari buni yoqilg'i baki 51 litr bo'lgan, oldingisi 55 litr edi. Asosiy texnik parametrlari, tashqi tomonlama o'zgarishlar shulardan iborat. Salon ichida, interyerida tubdan o'zgarishlar bo'lgan. Davom etamiz. Endi sizlarni salon ichiga taklif qilaman. Birinchi navbatda eshik kartalaridan boshlaymiz. Juda ham yumshoq plastikdan ishlangan. Mana bu dizayn aqlimni qochirdi desam hech gap bo'lmaydi, chunki bunaqa tekstura hech qayerda ishlatilmagan. Karbonga ham o'xshab ketadi, lekin naqshinkor. Yumshoq plastik. Mana bu Lip Motorsdan chopilgan. Mana bu Dongfeng 008 dan adashmasam, chunki Dongfeng 008 dan shunaqaroq konsepsiya bor edi. Mana bu Lip Motorsda deraza tushirish ko'targichlari hisoblanadi, lekin hammasida eng muhimi mana shunaqa rejimlari bor, avto rejimlari ham bor. O'rindig'imiz eko koshadan ishlangan.
va bu 8 ta yo'nalish bo'yicha sozlanadi. U tomonniki 4 ta yo'nalish bo'yicha sozlanadi. Birinchi, ikkinchi pozitsiyada ham xuddi shunaqa, faqatgina yo'nalishlarida, ya'ni bu 6 ta yo'nalishda sozlanadi. Ular mexanический bo'ladi. Umuman olganda, mana shunaqa komplektatsiyaviy xususiyatlar bilan farq qiladi. Bir narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Mana Changan K-Selik 5+ da birinchi pozitsiyasi. Buni ham hozir juda bitta sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Mana mexanический sozlanadi. Mana bu ham ikki ko'chada, mana bu yer latta qoplangan, to'liq emas, ozgina mato bilan ishlatilgan. Olsanglar, to'g'risini aytaman, K-Selik 5+ da fullini olishni maslahat beraman, chunki fullida ancha-muncha narsa bor. Endi birinchi qatorda ko'rsatyapman. Ko'rishinglar mumkin. O'rindiqlarni joylashuvini ham rulga o'tirib ko'ramiz. Nima karomati bor desanglar bu mashinani, juda ham qiziq narsalar bor, qaranglar. Birinchi navbatda ko'pgina funksiyalar aynan monitor orqali boshqariladi. Masalan, lyukni ochmoqchimisiz, qarang. Lyukni ochish mana shunaqa tartibda bo'ladi. Qoyilmisiz? Odatiy jismoniy tugmalardan deyarli voz kechilgan mana. Shuning uchun men buni g'ildirak ustidagi gadjet deb atadim. Qarang. Qo'lda sirpantirish darajasiga qarab, lyukni qay darajada ochish yoki ochmaslik deb o'zingiz belgilaysiz mana. Eng katta ochilgani shu yergacha. Endi yopish ham xuddi shunaqa. Xohlasangiz shuni oching, xohlasangiz mana o'zini tugmalari bor. Ventilyatsiya nima deydigan bo'lsangiz, mana openni bossangiz to'liq ochiladi, closed bossangiz to'liq yopiladi. Hattoki buni mana bunaqa nima deydi, ovoz balandlatish, pasaytirish joysticki singari kamaytirsangiz ham, ko'tarsangiz ham bo'ladi. Bunda ikki zonali klimat kontrol bor. Birinchi pozitsiyada bitta zonali bo'ladi. Ham jismoniy tugma orqali boshqariladi, ham mana bu yerdagi ekran, monitor, displey orqali ham boshqariladi. Displeyimizning o'lchami ham kattalashgan. 12 dyuymmi, 14 dyuymda adashmasam. Xo'p, undan ham tashqari bokovoylarimiz isiydi, slipoy zona datchiklarimiz bor va o'rindiqlarimizda ham isitish, sovutish funksiyasi mavjud. Birinchi, uchinchi pozitsiyada to'g'rirog'i ham o'rindiqlar isiydi, ham soviydi. Mana bu muhim faktor hisoblanadi, mana qaranglar. Mana bunda ham o'rindiqlar isiydi, ham soviydi. Uchinchi pozitsiya. Bu yerda bespirovodniy zaryadkamiz bor. Yana bir qiziqarli funksiyalardan ko'rsatib o'taylik. Xo'p, uyga qaytish tugmasini bosamiz. Va yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Bu displeyimizda navigatorimiz bor. Navigatorimiz offline. Offline internet shart emas. Mana qarang. Biz mana Ademaster Cityda turibmiz. Ademaster Cityda turibmiz. Xo'p, lokatsiyani mana yozaman. Qayerda yozaman? Mana Toshkent deb yozaman mana. Ketdi Toshkent marshrut. Bosdim. Ketdi. Mana yo'ldasiga chiqarib berdi. Offline navigatsiya, tushunyapsizmi? Bunga karta tashlash shart emas. Telefon, Apple CarPlay, Android Auto ulash umuman shart emas. Va Bluetooth 2 texnologiyasi qo'llanilgan. Aytgancha mana bu yerda deraza tozalagichlar va qarilish chiroqlarini nazorat qilish ham o'rnatilgan. To'g'rirog'i, bu yerda siz farani avtorejimga qo'yib qo'yasiz, bo'ldi. Kun yorishishi, tun qorong'ulashishi bilan avtorejimda yonadi chiroqlaringiz. Xohlasangiz farani shu yerdan o'chirib yoqasiz, soddaroq vakenda. Bokovoylarni ham aynan shu yerdan qayirib nima deydi, ochib yopsangiz bo'ladi. Mana bokovoy oylanalarini yopilishi, ochilishi ham aynan monitor orqali amalga oshiriladi. Xullas kalom, juda ko'p funksiyalar aynan displeyga o'tkazilgan. Misol uchun mana deraza mana shu ochiq turibdi. Hamda qo'raman, deraza mana yopildi. Xohlasangiz mana 4 ta oynani ham ochsam bo'ladi. Mana ko'rayotganingizdek, xohlasangiz 4 ta oynani mana shu yerdan ko'tarsam ham bo'ladi. Umuman olganda bekorga bu tartib bermadim. G'ildirak ustidagi gadjet. Va yana qiziqarli funksiyalar, masalan, qarang. Chap tomonga yoqqan paytim chap tomon kamerasi ishga tushdi. O'ng tomonga yoqadigan bo'lsam, o'ng tomonniki ishga tushadi. Uzatmalar selektori mana bu yerga joylashtirilgan. Start stop. 8 ta dinamika mavjud. Ovozini o'zini endi kelib ko'rsangiz maza qilasiz. Tomlari qora va eng menga yoqqan narsasi mana bu yerdagi bo'ldi. Mana bu yerdagi chirog'i bo'ldi. Salon chirog'i, bilasizlar, ba'zi bir avtomobillar mana shunaqa bir qarich bo'lib ketadi, lekin bunda unaqa emas. Kichkinagina nozik qilingan. Va o'zini monitorida shtatnoy video registrator funksiyasi ham bor. Undan ham tashqari bu avtomobilimizda Bluetooth 2 texnologiyasi qo'llanilgan. Bluetooth 2 texnologiyasi nima deydigan bo'lsangiz, odatda masalan telefonda qo'shiq eshitasiz-ku, o'shani Bluetoothga displeyga oladigan bo'lsangiz, ovoz sifati anchagina pasayadi. Bunda lekin unaqa narsa bo'lmaydi. Va buni mana bunaqa narsasiga vobshe maza qilasizda. Xuddi bilmadim, Samsung S26 Ultra deysizmi endi. Ko'pgina funksiyalarni mana shu yerda o'zidan chiqarishingiz, ishga tushirishingiz mumkin. Kelib ko'rsangiz, Changa Ademaster nomli salonga har bittasini o'zingiz guvohga aylanasiz. Men videoni daqiqasini cho'zmoqchi emasman. Hattoki mana monitorda yarkisini ham ko'tarib tushirish qotmayapti, ko'rayotgan bo'lsangiz, eng muhim mana. Chustительности zo'r, sezuvchanlik qobiliyati ajoyib darajada. Va 3-pozitsiyada aytgancha, o'rindiq xotirasi ham funksiyasi bor. Danniy местоположение, xullas kalom uni ko'rsatishga kesanglar, xullas kalom ko'rib olaverasizlar. Kesanglar, xullas kalom ko'rib, kesanglar, xullas kalom
kelib ko'rib tanishasizlar. Avtomobilimizda Eco Normal Sport rejimlarida harakatlanadi. Rulni boshqaruvchanligini ham standart Comfort Sport va sinxronizatsiya funksiyasiga qo'yib boshqarishingiz mumkin. ESK ni o'chirib yoqish ham aynan shu yerdan amalga oshiriladi. Polоса удержания, adaptiv cruise controllar mavjud. Mana shu yerda o'zidan boshqarasiz. Xohlasangiz mana bu yerdan o'chirib yoqasiz, xohlasangiz xullas kalom ko'p funksiyalar aynan shu yerda o'zida amalga oshiriladi. Bu qay darajada haydovchi uchun qulay yoki qulay emas, buni o'zingizlar belgilab olasizlar. Va yana bitta narsani unutib ketaman. Bilasizlar, ko'p avtomobillar yurgandan keyin eshik avtomatik blokirovka bo'ladi. U funksiyani ba'zida o'chirib bo'ladi, ba'zida o'chirib bo'lmaydi. Bunda shu funksiya mavjud. Misol uchun bosib qo'yasiz, tamom. Eshiklar yurgan paytingizda ochib turaveradi, qulflanmaydi. Mana sizga texnologiya. Yana bitta. Xohlasangiz mana avtomatik razблокировка при приближении к автомобилю yoki выходе из автомобиля. Ya'ni, masalan, siz mashinani qulflamay avtomobildan kalit bilan uzoqlashsangiz, mashina avtomatik yopiladi. Yaqinlashsangiz ochiladi. Бесключевой доступgacha kelishi shart emas. Tushunyapsiz? Shunaqa darajada texnologik qilib tashlabdi. Barimiz juda katta, unda mana shuncha changanli kaliti bor. Tasavvur qilyapsizmi? O'rindiqlarimiz ham zo'r, qulay, o'tirgan paytda maza qilasiz. Mana sizga kamerani ishlatadigan tugmasi. 540 gradusga qilingan. Nimaga 540 gradus deydigan bo'lsangiz, shassiy qismini, ya'ni tag qismini ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. 3D formatga o'tkazadigan bo'lsak, mana bemalol qotmasdan ishlaydi. Bakoylarni o'zini ham alohida ko'rishingiz mumkin. Umuman olganda ko'p funksiyalari bor. Videomizda men cho'zilib ketmasligini oldini olgan holatda juda to'liq har bitta funksiyasiga alohida yondashmayapman. Голос assistent funksiyasi ham bor. Ya'ni ovoz boshqaruvi orqali avtomobilda ayrim bir funksiyalarni ishga tushirishingiz, ularni o'chirishingiz, yoqishingiz mumkin. Misol uchun мужской, женский голос. Привет. Я твой голосовой помощник. Keling endi bitta голос assistent funksiyasini ishlatib ko'ramiz. Bu uchun mana tugmani bosishingizga to'g'ri keladi. Добрый день. Закрой люк. Закрываю люк. Открой все окно. Готово. Mana bu oynamiz ham yorilib tushganda qorayadi. Bu koziroklarimiz hamma uchun odatiy, unaqa darajada yangilik Я emas. пошла отдыхать. Позовите, если понадоблюсь. Yaxshi, rahmat. Xohlasangiz o'sha apan ovoziga qo'yib qo'yasiz. Твой голосовой помощник. Mazami? Men masalan bu mashina menga yoqdi. Eshikni qanday ochaman deydigan bo'lsangiz mana dirsk. Nima deb o'ylaysizlar? Haval Julian Cherry Tiggo 7 Pro ga nisbatan olishga arziydimi yoki yo'qmi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Yangi poliklar qo'yilgan ekan, shu uchun oyoq kiyimimni yechib kiraman. Ikkinchi qator qanaqa darajada qulayligini ko'rsataman. Mana, bo'yim 1.95. Sidina unaqa yotqizib yuborilmagan. Videoni o'zimizdan olyapman. USB port bitta ekan, afsuski. Shunisi yomon ekan. Ikkinchi qatorimiz uchun ham yoritgichimiz bor. LED. Oppoq ekan, mazada. Endi misol uchun 300 millionga mashina olasiz, salon ichida sariq lampochka turadi, insoq o'tadi. Lekin panoramasi Haval Julian o'lchamida Cherry Tiggo 7nikiga qaraganda birozgina kichkinaroq. Va podlokotnigimiz bor. Podlokotnigimiz mana shunaqa tarzda tushadi. Xullas kalom, avtomobilni siz Changanada emasdan avtosalonidan bemalol bo'lib to'lash asosida ham xarid qilsangiz bo'ladi. Oldingi versiyasidan ham bizda sotuvda bor, hozirgi versiyasi, ya'ni 2026 ham bor, 2025 ham bor. Narxlarni aytib o'tdim. Avtokreditlar bo'yicha ham foiz stavkalar eng uzoq muddatga olganingizda ham 15% bo'lar ekan va bularni bo'lib to'lash muddati ham 60 oygacha uzaytirilgan. Changan kayselik 5+larni. Qaysi pozitsiyasiga, oylik to'lovlari qanaqa bo'ladi, hammasi haqida batafsil ma'lumotni pastdagi raqamlardan bilishingiz mumkin bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, YouTube kanalimga obuna bo'lish, bu videoni yaqinlarga ulash yodingizdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga salomatlik tilayman, sog' bo'linglar, charchamanglar.